Viloyatimiz hayotiga oid muhim voqealar tafsiloti bilan dasturimizda viloyat yangiliklari informatsion dasturi. So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida raqamlashtirishdagi muvaffaqiyatlar tashqi savdo jarayonlarida ham sezilarli o'zgarishlarga asos bo'lmoqda. Xususan, yuklarni bojxonada deklaratsiyalash va mahsulotlarni sertifikatlashtirish jarayonlarida elektron tizimlardan foydalanish samaradorligini oshirish, inson omilini kamaytirish hamda xalqaro standartlarga mos shaffoflikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan. Ma'lumot o'rnida aytish lozim, elektron deklaratsiya tizimi bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirishda ko'p bosqichli qog'ozbozliklarga chek qo'ydi. Hozirgi kunda bojxona organlarida yagona bojxona axborot tizimi, belgilangan platforma va boshqa elektron xizmatlar joriy etilishi tufayli deklaratsiyalarni onlayn tarzda taqdim etish imkoniyati kengaytirilmoqda. Natijada yuk tashuvchi, eksportyor yoki importyor kompaniyalar real vaqt rejimida yuk holati va manzilini kuzatish imkoniyatiga ham ega bo'ldi. Shuningdek, elektron sertifikatlashtirish tizimi yirik korxonalar uchun qator qulayliklarni yaratmoqda. Bugungi kunda Navoiy Uran davlat korxonasida ushbu jarayonda amalga oshirilayotgan ishlar xususida korxonaning bojxona yuklarini deklaratsiyalash va sertifikatlashtirish xizmati boshlig'i Hasan Muxtorov ma'lumot berdi. 2025-yil hisobot davrida Navoiy Uran davlat korxonasida tashqi iqtisodiy faoliyatni ta'minlash doirasida bojxona rasmiylashtirish ishlari tizimli va belgilangan tartibda amalga oshirildi. Jumladan, eksport, vaqtinchalik olib chiqish, reimport, erkin muomalaga chiqarish hamda vaqtincha saqlash bojxona rejimlari va eksportni qayta rasmiylashtirish bo'yicha jami 57 ta bojxona yuk deklaratsiyasi rasmiylashtirildi. Bu ko'rsatkichlar korxonada tashqi iqtisodiy jarayonlar uzluksiz va qonunchilik talablariga to'liq rioya etilgan holda amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, Uran mahsulotini eksport qilish jarayonida mahsulot yuklangan bochkalarni mustahkamlash uchun qo'llaniladigan yog'och mahsulotlariga alohida e'tibor qaratildi. Xalqaro fitosanitar talablardan kelib chiqqan holda ushbu yog'och materiallarining zararsizlantirilganligi to'g'risida jami 482 ta fitosanitar sertifikat rasmiylashtirildi. Bu o'z navbatida eksport qiluvchi mamlakatlar talablariga to'liq javob berish va logistika jarayonlarida ortiqcha to'siqlarning oldini olish imkonini bermoqda. Bu ishlarning o'z vaqtida va aniq bajarilishi bojxona to'lovlari hisob-kitobining to'g'ri yuritilishiga hamda huquqiy tavakkalchiliklarni kamaytirishga xizmat qildi. Ma'lumot o'rnida aytish lozim, bugungi kunda Navoiy Uran davlat korxonasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar to'liq eksportga yo'naltirilgan bo'lib, Koreya Respublikasi, Hindiston, Yaponiya, AQSh, Xitoy va Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlarning qator yirik kompaniyalari bilan tuzilgan shartnomalar asosida yetkazib berilmoqda. Bu hamkorliklar albatta korxona mahsulotining xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini yanada mustahkamlamoqda. Muhtaram tinglovchilar, bizda xabarlar buguncha shulardan iborat edi. Kuningiz mazmunli o'tsin. Salomat bo'ling. FM 101.6 to'lqinida Navoiy viloyati radiosi siz bilan doimo hamnafas.